Hozirgi kunda mana eng ko'p so'ralayotgan narsa bu tonalniy. Yuzim qurib ketyapti. Menga quruq yuz uchun tonalniy ko'rsating deyshadi. Qaranglar, quruq yuzli uchun men qaysi tonalkalarni tavsiya qilaman? Black Rest tonalkasi qora guruch ekstraktidan qilingan bo'lib, tarkibida SPF'lari bor. Sizlarning yuzlarni umuman quritmaydi. Bitta zo'r tomoni bor. Yuzingiz shunaqangi nafas oladi, bor yo'ligi ham bilinmaydi, lekin shunaqangi namlanib turadi. Men o'zim ham ishlataman. Burnilaringlarning ustini yaltiratib qo'ymaydi. Zo'r nafas oladi. Keyin Borjuvadan bu tonalniyni ham ko'pchilik biladi, 1 2 3, ya'ni 3 ta etapli. Yuzinglarni pigmentatsiya paydo bo'lishini oldini oladi va namlantirib turadi. Payas tonalkani men ancha yildan beri sotaman. Olgan klientlarimiz qayta olishadi. Nuqsonlarni yaxshi yopadi. Tarkibida A va E vitaminkalari bor va terini quritmaydi. Ronusdan CC tonalkamiz hozir O'zbekistonda, Koreyada eng trendda bo'lgan CC. Ham tonalniy effekt beradi, ham quyoshdan himoya qiladi va teksturasi juda ham yengil. Ya'ni yuzingizda bor yo'ligi bilinmaydi. Yuzingizning rangiga o'zi moslashib oladi.